Aralashgan odam bek ko'pmish. Latin usuli deydi. Mana bu şey o'ynayotdi. Talab ketgan chiroyli yigitlar bor. Covid kesi andim bo'ldi. Bizning latin usuli ketiligimiz muvaffaqiyatli bo'ldi ekan. Jennifer Lopez mi kelamdiki? Shundaq qaltismi ekan? U cho'lpon. Katta cho'lpon jimi? Mening Lopez xon qiz bilan hozirlik ko'rishkim kelyapti. U nerda? Tex kelmadi. Keladi degan qo'p. Shundaq. Uqdim. Bel mushundaq fursatdan foydalanib bizga xizmat topmoqchi. To'g'ri dedingiz. Uni boshqa joyga yetkazib rol og'dak deb angladimi? Rostmidi? Onun atrofidagilar yangi xizmat izlayotgandekmish. O bugungi sovrinni ko'rsa xushal bo'lib ketadi. Ondan odamlarga telefon berdi. Biz bu yerning xo'jayiniga telefon berib, bu xizmatni o'tkazib olamiz. Biz nima qilamiz? Rollik ishimiz deyishib qo'ygan. Siz bexatarlikni tekshirib chiqing. Haroqni bekor istak bo'lmaydi-da. Ma'qul, uzil-kesil tekshirib chiqay. Shu emasmi? Biz uning orig'ini azishmadik. Ancha-muncha xizmat qilib qo'ymasaqmi bo'lmas. Cho'lponning gapini qilsak cho'lponmi yetib kelibdi. Qarang, av xalq komandasiga mat Kevin emasmi? Yana Malin komandasiga birinchi darajalik mahir Arian Gonzales bor. Av lanshib yurgan qayeri kimdir? Kim bo'lsa bo'lmamdi. Bizmi berib bilinishaylik. İmza qo'yaylik. Hay, Mak, Arian, yaxshisizlar? Yaxshimisiz? Avval qilgan bo'ldim. Ikkimizga imzo qo'yib bering. Bo'ladi. Biroq komandamizga boshqalar hasad qiladigan bo'ldi-da. Albatta, eng usta yangi mahirsiz. Siz hujum qilishni, qo'rg'onni mudofaa qilishni, to'p tutib olishni bilitgansiz. Tansni o'ynay olamsiz? Tansini? Men to'p o'ynashda ilgirlar Brodovining a'zosi edi. Mundaqda. Shunda? Ittifoqlashlar bo'yicha birinchi mahir bo'lganingizda xushal bo'lgansiz-a? Albatta. Tanlanishni ilgari sizlar bilan tanishmoqchi ekanman. Nemishqa, o'zingizga madadkor qilmoqchi edingiz? Yo'q, to'liq o'tirdagi tansiga tekshiv qilar ekanman. Undaq bo'lsa, qangacha o'ynayver. Rahmat. Rahmat. Uni qat qilib qo'ydi. Albatta, sizga yana bir qatim qilib bersam bo'ladi. Diqqat! Mergan bakam! Ver, yetib Siz nishonni qo'ydan, men berganni tutay. Nekrullah! Nekrullah! Albertganim! Neymiş bu? Ver! Ver! Bergan qochdi. Bu aql odamning kayfini fuchirdi. Ver, u sizdan qarg'aldi. Meni Güzel hem Batur vel ironiyasi go'yo osmondan tushgandek paydo bo'lib, Los Angeles amallik saqlash shirkatidagi chivar ham qovullardan tashkil topgan munavvarlar guruhisini boshlab, eng xatarlik amallik saqlash vazifalarini kayni-kaynidan g'alabalik tamomlamoqda. Jennifer Lopez'ni uyak berib o'yin qo'ymaydi-da. Yana tex bilsa meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Yerim yaxshi imzo qo'ydiryaptimi? Hech tushunmadim. Yiliq odam qurolga qanday kiradigan-du? Ehtimol ishik baqar, ishqibozlik bilan band to'p qolgan. U udul ishikdan kirmagan. Nazorat sinalg'isidan qaraganda iskratdan kiribdi. Cho'qim bir kirgizib atganga.
Onu tapdım. Manuel Garza. Janubiy Amerika qit'asidagi radikallarning margini. Parvardigar, uning 10 necha qora jamiyat tashkiloti bilan aloqasi bor ekan. Yaxshi-ku. Qaraganda xalqarалық dаңлық shaxs bo'lib qolgan o'xshayman. Velning beshining keyindagi lazer nur yorug'ini ko'rdinglarmi? To'xtating. Keyniga yandirib, astaroq qo'ying. Mergan bo'lsa, birinchi o'qnil tekkizatdi. Velning keyni mingsigimi? Ikki ko'zning o'ttirsiga. Uning nishoni vel emas, iliq qiyri. Bo'pti amisa. Men nishon bo'lmagandan keyin mansam bo'la. Men mishin bilan kechilik klubga boraman. Yiliq kishiga salom beramiz. Ondan yana bir qatim tansi uyushtiramiz. Uni tanimsiz? U topchilar bilan bilib beribdi ekan. Yashangan odamga terner bo'lish kerak. To'xtanglar. Bunaqa qaranglar. Buning tartibini o'zgartirib edim. Mashinalarni farqlantira oladigan bo'ldi. Ba'zi mashinalar xuddi chiroyi bordek, kulimsirayotgandek bilinadi. Kay. Balkim uning ovozini taniy olaman. Ben Maribo koltuğunda bir daçını icariga aldım. Çıkkanlar bildi beranlar, ha? Qandaq. Men ziyorat qilib kelay. U xatar balig'ini bilmaydi. Bilmaydigan yana bir ishmi bor? O bizning qo'dishimizga muhtoj. Sinalg'ini ko'rsa cho'qim biladi. Men qiziqarli emas ekan. Top tashuvchi bilan hujumchi tirkishib qoldi. Musobaqa jiddiy davomlashmoqda. Malol qildi. To'g'risi top urishga Musobaqa tayyorlandi. alavatiman. Bir topga bir kaldı. Tayyorlan. Tashla. Ushga deb top urdi. To'g'risini topi bika ketdi. Hey, Torres, obdan nişanlab urmamsan. Bo'lmasa qaytib ketib, kichik ittifoqdoshlar bilan birga o'yna. Nima ishing bor? Sizning ishingiz bor. Men mashhur amalli qo'g'dug'ichilar shirkatida. Mashhur amalliq qo'g'dug'ichilar. Anlagan. Sizlar doim shunday kishilarni o'yiga usib kiraverasizlar. Butun Mariboni aqtirib, oxirida mush yerda turdiganligingizni bilib, ondan keldi. Hayotingiz xavf ostida qoldi. Oqshom birsa sizni o'ltirmoqchi bo'pti. Hayotim xavf ostida qolibdimi? Nima degan qo'rqinchliq? Isming nima? Covid William. Lois Mondes. İsmim Lois. Men nurg'un ayollar bilan yurgan. Shulardan birasining eri o'ltirmoqchi bo'lgan o'xshaydi. Onunğa Lois hozir boqaq emas, o'laman uyga o'xshab qopdi deb qo'ygan. Agar gapimga ishonmasangiz uzunga bormay qolning topiga aylanib qolasiz. Oqshomda birsa sizni o'ltirmoqchi edi. Qattiq qilasiz. Sizga gap qilyapman. Mashinani yaxshi haydayalamsan. Sayohatchiga mashina nima alaqasi? Chunki u bir yaxshi mashina. Meni haydigili qo'y, ha? Yo'q. Mundaq ish. Men sodigar. Bizdan u yerda nagili borsak mashinani shoferimiz haydagachga menga haydash fursati bo'lmadi. Sen meni haydigili qo'y, ha? Menga shirkatlarni tunishtirib qo'yamsan. Rostilla g'alit odamsiz. Rahmat. Men bu mashinada o'tirsam, eshakka mingandek bo'laman. Xodqa oldirmaysansiz burada. Aytag'ay, komanda a'zolari bilan qanday tanishgan? Bu kaltak top ham xiyol lageri. Shunga bu yerga keldim. Kaltak topni yaxshi ko'rasiz? Shundoq. Yaxshi xo'p. Men Sami Sosanni yaxshi ko'raman. Shundoq. O usta hujumchi. Yana birisi bor. Ismi Groy Schwer. Umo bek usta. Kaltak top Amerika qit'asida maydonga kelgan buyuk shayjumu. Xam xiyollarga ismi jismiga loyiq ekan. Albatta. Tunugun sho'in girinni agresivlik top urishimda toza sotdim. Nurg'un odamlar umr bo'yi orzusiga yetolmay o'tgan. Seningmi yetammigan orzularing bormi? Ancha-muncha bor. Men bokschi edim.
Sen... To'xtag'ina. Seni bilaman. Kovik William. Bayı görüşkende tanıştırdım o. Unutup kapsız. Yo'q. Men sening eliqi ismi nimati uning? Bo'ldi deb bema. Xoykit Tragunzani mag'lub qilganini ko'rgan. Miamida. Bu necha yilning oldidagi ish. İfadem yaman emas bo'lgandi. Shu yerda bor edingiz? Bor edim. Har qatim bizning boksyorlar bu yerga kelsa, biz inchikilab ko'ramiz. İnchikilab ko'rimiz degan qanday gap? Biz Janubiy Amerika qit'asidagilar bakun. Men seni Janubiy Amerika qit'asining faxri deb qarayman. Diqqat, sanayman. 1 Yo'q, 2. Yo'q. Janubiy Amerikaliklar odatda 1 deb sanaydi-ku. Bular hozir Janubiy Amerikaning dolqin usulini o'rganyapti. Amerikaning usulini emas. Amerika davlatida urug'i ikkinchi taktika tushadi. Mundaq bo'lsin. Avval 5 minut aram olaylik. U obdan o'yinib baxsin. Qanday? Agar tunishda birlikka kelamisak, ular o'rganmaydi. usul darsi. Usul o'qituvchisi bo'lsak, rolik bizga yana bir qatim tansa uyushtirib bermoqchi bo'ldik. Ilgari kim o'qituvchi bo'lib ekan? Eyliqi mehmon kutib mashina qaraydigan xodim tunogin u tansi tugmay turiblar. Ishini tashlab Shundaq afsuslanarli ish bo'pti. Siz da'vatgan usulchi o'q etilishdan ilgari ketibdimi yoki keyinmi? Ilgari. Nima? Ish nima? Qiynamsa davomlashtiraylik. 1 deb sanayman ma'qulda. Biroq men qarsam xatodek turadi. Siz bilmaysiz. Rolik, ansa mashina qaraydigan xodimingiz ishlamas bo'pti-ku. Qamlashmagan ekan. Ya oldin deb qo'ymabdi. O'rniga kim chiqqan? Ambarchini vaqtincha yo'tkib keldi. Akşam ambarga hech kim qarmabdi-da. Shundaq. Mashina boqarning ismi nima? Uni urmaydigansiz. Yo'q. Qavaxonda nimasi ishlamaydigan bo'ldim. Men tamoq chekib turatdim. Birisi kelib meni pul ver dedi. Onda meni haydayapti. İsmi Manol Garzami. Bilmayman. Ko'rib boqmagan odam ekan. Yana-chi, hammani da bo'lmasa mendan og'rinma. U menga sarangi berib, tamoq tutashtir dedi. Keyin yanchig'imda bor. Shimimning yanchig'ida. To'g'ri shu yerda. Rahmat. Arzmaydi. Daşayliqi Garza deganni bu yerga kelish mumkin degan. Qodilmi qahva ichidi-da. O keldi. Hey, qahva so'tiga. Seni qahva ichishga qilaman. Motosikletni o'nglab minamaydi ekansan, Garza. Men yengilgan bilan o'rnimga keldigini yengilmaydi. U cho'qim nishonni yo'qotdi. Kay, adresni menga bering. Avval belgi deyman. U uyushtirilayotgan har qanday shug'ulish, kashlik o'ldirish, raxsiyapti, birlashma ko'ngil etishlarni uqtirishimni topalagan.
Joyce, Janubiy Amerikaning do'lqin usulida bir dasamda yoki ikki. Men maxfiyatlikni oshkorlasam bo'lmaydi. Ha, bo'ldi. Endi siz demeyling. Men haqiqiy Janubiy Amerikalik bilan o'ynab baqay. Yo'q. Turib. Meni 1 minut oram aql qo'ying. Ma'qul. Bo'pti, haqiqiy usta bilan o'ynasa boshqacha bo'ladi ekan. Vel, u bizning o'rnimizda dars o'tib baqsa bo'pti ekan. Uning o'yinini haqiqiy Janubiy Amerika do'lqin usuli. Telefon beraylik. Yur. Rahmat. Tasmaydi. Xo'jayinimiz bilan tans o'ynab charchagansiz. Bundaq o'ynamag'ili uzun bo'pti ekan. Bel tansida jo'ri bo'lishqa usta ekan. U tex tunugilla o'rgandi. Shundaqmi? Faqatli o'ylamabdiman. Uning holati mening modelinimga bakli o'xshab ketdi. Modeli? Mening tansidagi juftim. Biz ilgari har xil rasmiy so'rovlarda tansiga tushdik. Rasmiy so'rovlar deganingiz qandaqdi? Masalan, shirkatning yig'ilishlari isil joylarda o'tkaziladi. Yur, Kovik. Men bilan birdam sayli qil. Ozroq havo yeb kelaylik. Men atrofga qarab baqay. Hey! Siz kim? Nega varsiz? Siz Manol Garza deganni rost anglab boqmaganmi? Men Vel Garza deganni taniydim. O beyliqchi edi. Paketa Garza deganni bilatdim. O qahva tijorati qiladi. Georgi Garza degan birisini taniydim. O dadamning ishchisi edi. Manol Garza deganni zodla anglab boqmabdi ekanman. Manol Garza degan hiliq kuni sizni o'ltirmoqchi bo'lgan odam. Keyin motosiklet voqeasida o'libdi. O baxtsizlik bo'pti. O sizni yana boshqa birisi o'ltirdi debdi. Shundoq. Yashinib qoldim. Kim biladi, birasi men bilan o'shlashib qoldimi texni. Obdan o'ylab beqing. Sen musobiq tuganda to'pga oltigining qanday xo'p ketadiganligiga diqqat qilganmi? Diqqat qilgan, buzilib ketdi. Musobiq qancha jiddiy bo'lsa, shuncha buziladi. To'g'ri, kishilik hayotmi shunga o'xshaydi. Sen texi yosh. Ko'rib ulgursan. Poatqina emas. Men xeyli ishlarni boshdan kechirdim. Shundaqmi? Men ishonmayman. 6 qitim sunu. 4 qitim o'ngshalgan. Buning qara. Qarmoq qilayotgan. Ernest degan birodarim bilan Meksik qo'ltig'ida tona beliqi tutib o'tadiq. Buning qara. Birisi Kalamingiz sanjivatgan. Birisi Nayz sanjivatgan. 1965-yil. Baydangizdagi avt hati qandaq bo'lgan? Bu'mi? Buni demsan? Bu muhabbat uchun bo'lgan. Buni keyin deb beray. Men qara, agar boksyorlikni o'gitib qo'ydisang, meni Amerika sandvichi bilan yog'da pishirilgan qalamchi yangi yeyishga taklif qilasan, juma. Shu chaqdilar sana o'gitaman. O'gitabsiz? Albatta. O'gitmasangiz bo'lmaydi, juma. Gapingiz gap bo'lsin. O'gitmasangiz bo'lmaydi, oldingizmi? Bo'lmasa mendan oxrinma, ha? O'gitib qo'ysiz. Butun Janubiy Amerikada Madilin ismli birli kasbiy ayol artist bor ekan. Bu yil 5 yoshga kiribdi. Davomli izdan. Dasha, 5 maxfiy qurilmaga o'g'irliqchi kirdim. Agar tutilib qolsam 600 yil kesilaman, jumo. Endi diqqatni markazlashtirib, to'lqin usuli o'ynaydiganlarni tekshirib beqing. Madilin Koduba, xalqaro jinoiy ishlar soqchi tashkiloti to'g'rida tutish buyrug'i chiqargan kasbiy qotil. Biroq u Janubiy Amerikalik emas, Shimoliy Amerikalik ekan.
Amerikaning gözsiz g'uddigini tetib yiqqan. Behishlik. Men Amerikaning haqiqiy sandvichiga amroq. Uni yevilib bir hafta tansi o'ynasangiz ondan azim bo'larmikin? Bizning u yerda bundaq narsalar yo'q. Ondaqda nima yeysizlar? Faqat bu kluba. Biroq yomon emas. Kechiring, tamoq vaqti tamoq chekmasangiz bo'pti ekan. Voy xudoyim, uzun bo'pti ekan bundaq cho'ng sigaretni ko'rmaganimga. Nima? Aras, Shivashingerning chekini ko'rgan edim. Yana hiliqi. Qis ablah. To'g'ri, ashir. Uni nemishqa pixs qablah deysizlar? Soğuk ichimlik. Kechiringlar. Voy, Loisning tansi jo'risi esingizdami? Madelen? Madelen Kuduba. Kasbiy qotilkan. Nishan bilan tansi o'ynab etib, paytini tepib o'ldirdi ekan. Bu gapga Lois haqiqatan ta'lil etgan. Uning bilan tansi o'ynaganlardan faqat shu o'lmabdi. Loisdan qotil bilan aloqasi bormi? O'ynab boqmamsiz. Kaltak to'pqa amroq bo'lsa, boshqalarni o'ldirish nishoni bo'lsa, yana sigaret. Lois texi birodari Ernest bilan Meksika qo'ltig'ida beliq tutganligini so'zlab berdi. Ernest Hemingway bilan ismdashgan. To'y, menda bir tuyg'u bo'lyapti. Lois bosh odam emas taqiladi. Diqqat qilinglar! Gözsiz o'dugim tugashdi. Birdamlik so'z ishi. Men bularni ezib turibday. Sizlar aytinglar, bo'lamdi. Tanrım, qarg'a olmay qolgan edim. Ver, o sizning o'qingiz emas. Sirli qadamga rahmat. Ne yo'qoldi? Doim obdan narsani yigilayotganda mushunaqa ish bo'ladi. Bel bilan negi Loisni dadisiga qapirib qo'ygan ketdi. Mergan negimi ko'rgandi? Yo'q birda. Bir pay o'q bilan uni joylayapti. Sizni emas, ularni atmoqchi bo'lganligiga hukm qilaramsiz. Meni atmoqchi bo'lsa sezgan bo'ladi. Bu qavaxanda tortilgan ekan. Menimcha bu ablah milliarder Kafiloning dal o'zi shu. Qandaqsiga? Saqalindamsiz yoki bo'yturqinimi? Bu gapning jini bor. Suratni tuzashtirib ko'ray. Buning uchun tafakkuringizni o'rgatishingiz kerak. Mumkin emas. Kafilo nima uchun xatarga tavakkul qiladi? Kaltak to'p ham xiyol lagri uchunmi? Mumkin emas. Uning kaltak to'pqa amroqligini hamma odam biladi. Ya'ni kelib kaltak to'pqa mastanligi hammani besib tushadi. Yo'q. U Kafilo emas. Sizlarga deb qo'yay. Hech qaysinglar uning yerida turib boqmadinglar. To'g'ri deysiz. Bizning xaridorimiz bilan bir yerda turishga vaqtimizmi yo'q? Bilamsizlar, Kafiloning kishilar aytgandek 1 milliardlik mol-mulkimi yo'q ekan. Uning qancha pul bo'lishidan qat'iy nazar, ish qilib 5 millionni buvamning qamarxonasidan o'g'irlab ketibdi ekan. Men undaq odamlarni yoqtirmayman. Kim sizni tanzixonda qo'ral ko'tarib yugursin debdi? Birini tepib chiqarib etaman juma. Qani ko'ray. Bo'ldi qilinglar. Yamanlashib nima qilasizlar? Hozir ishonchli faktmi yo'q? Uning kimligini hech kim bilmaydi. Bo'pti. O'zidan so'rab boqay. Dag'varsiz. Menmi birsini tepib so'rab boqay. Ey, Mahartingiz bo'ladi ekan. kasbiy topchi bo'lsammi bo'ladi? Biroq nishonim u emas. Yana boshqa ishlarni qilishim kerak.
Masalan, milliarder bo'lish degandekmi? Bu sening nima deganing? Ba'zilar sizni qo'riq xo'jayini emas deb qaraydi ekan. Emisa ular zodi meni kim deb o'ylaydi ekan? Ular sizga soqol yasab, ondan kiyim yo'tkab qo'ysa, kafiloning o'zini bo'ludi deb qaraydi ekan. Men Janubiy Amerikalik kaltak to'pni yaxshi ko'raman. Kafilo bo'lsam-mo, tansiga amroq bo'laveratdim. Meni nima ish kerak Martin demaydi ekan. Siz rostla kafilo emasmi? Emas. Sana deb qo'yay. Mening kim ekanligim ancha muhim emas. Muhimi bizning do'stligimiz. Yaxshi-ku. Men do'stingiz. Ham muhabbatchingiz turib, hozirgacha zodi kimligingizni bilmayman. Men xizmatdoshlarim bilan xatar ichida qoldik. Xatar? O'zingmi shundoq ishni qiladigan tursan, xatarmish deqi. Sen uchun men faqatla bir xaridor, do'sting emas. Tantarbiya betini ko'rib boqay. 70 yoshlik top mayrni tekshiryapman. Nemishqa obdanroq yana tepib ko'rishmaymiz. Masalan, dengiz bo'yi degandek. Shimbek aldirash. Mijozimni bilasiz-ku. Boshlig'im bu yerga kelganimni o'qisa, menga yaxshilik. Ulardan qo'rqamsiz? Chaqandag'an. Kafilo 10 yilda bir qatim tozalash yurgizadi. O'ziga o'xshaydigan odamlarni tepib, balog'i qo'yadi. Ularni avatdeb yoshirin qotillarni eziqtiradi. Bu odam Kafiloni o'qdan bilir ekan. Bu Lois Mondes, Janubiy Amerikadan kelgan. Yana kelib Kafiloning yanida uzun turgan. Emsa u balog'i qo'g'jim. U buni tushunmaydi. Kafiloning yanida qochib chiqdi, hech kim sezmadi deb o'ylaydi. Amaliyotda Kafilo qasddan qochirib etgan. Amdi meni qanday xaros qilasiz? Yakshanba kuni aram mehmonxonasida ko'rishaylik. O'xirlik qilmaysiz. Biroq bir yoqqa boradi. Afsus. Hey, siz to'xtab turing. Siz Kallan qizib qopti. Ishongim kelmaydi. Sana deb bersam bo'ladi. Anlig'im yo'q. Deb berman qo'zadi. Amisi tezda. Sen kim? Hey. Shir bilan yo'lvas to'qirish qandaylik ish bo'ldi. Biroq vaqti ham o'rni muvofiq emas. Bilaman. O sizdan o'g'lingiz. Qismdan damilishib keldi. Dadisi bilan birga bu yerda sayli sayohat qilmoqchi, to'g'rimi? Shundaqroq. O mening jiyanim Ramilo. Sen qanday bilding? Chunki bundaq hikoyani har kim to'qib chiqa oladi. Sen mening jiyanim ekanligiga ishonmabsan. Sizning menga rost gap qilishingizga ishonmayman. Sana deb qo'yay, rost gap ko'nglingda. O'z ko'nglingga ishonishing kerak. Bo'pti. Anlab turing. Men ishlamayman. Uqdingizmi? Chunki sizni qo'g'daydigan odamingiz bor ekan. Biz bu ishdan rasmiy chekindik. Ixtiyoring. Vay, niyatingda yenib qolsang, dochiga izlab kelarsan. Dasha, hozir mening bu ishga ra'yim yo'q. Nima? Agar xabar ishonchlik bo'lsa, Kovik har qachon avorchilikqa qilishi mumkin. Avorchilikqa qilib bo'ldimi, texi? Tunogin siyoqini farq etish tartibi bo'yicha mashinalarni farq etish haqida so'zlagan edim. Esangizdami? Azroq. Andin siz Kay dedingiz. Kay. Asha gapingiz bilan men Loisning datisi endiki qatnash nazorat ko'znikiga o'g'irliqchi kirdim. Andin hiliqi qora sayohat mashinasini izlashga boshladim. Qarang. Qayerda?
Hozirda Loisning dachisining eshik oldiga yetib boradi. Tez bulunlar! Tez! Tez bırak! Hiç düşünemedim. Marlboro'ga bardıgan turib manga suv izish kiyimimni aldırmaqdan Vel, biz jangga ketyapmiz. Ko'r, texcha anglamayapti. Sizga dedim-ku, dengiz bo'yida signal yo'q. Unaga chataq bo'pti. Louis! Hey! Ne? Ketgandir. Haqiqatim ko'rishganda mushundoq bo'ladi. Qara. Mashina turadi. Do'stlaringizmi? Sening do'stga berilgan ta'biring qandoq? O'zinglarga ish debsizlar. Darhol chiqib ketaylik. Tez bo'layli. Aras, ular telefon bering. Tez! Ular chekindimi nima? Ketganlar qiladi. Kel, dur. Bu yoqqa kel. Ular qo'rshovda qolgandek qiladi. Biz aksini qilaylik. Aylanib o'tib, ularni qutqizaylik. Bo'lmaydi. U ta'siri yaxshi o'ynaydi. U o'lmaslik kerak. Amsa tez qutqizaylik. Tez! Vel! U nim qilmoqchi? Saram. Oh, tugidi. Mening az qoldi. Sizda o'q bormi? Yo'q. Kichiklar anglab turish. Bizga ashu qiyri kerak. Uni chiqarib beringlar. Aqshikdan bir sikirdi. Ishkonlar jim turinglar. Qarab turib ko'rsat. Uni tez chiqarib beringlar. Bo'lmasa yuz xatir qilmaymiz. Men? Sizga qancha qatam aytdim, men qurol tanlamang deb. Siz qandoq keldingiz? Loisni qutqizg'ili keldik. Dasha, Nigi, Jonla sirtda qanday qilishni maslahatlashyapti. Maslahatlashib bo'ldik. Mana kirdi. Yana chiqmasanglar, uyni portlatdimi?
bo'linib harakatga chiqib ketgani bo'ladi. Yo'q. Mundaq qilaylik. Ramil, Kovik, sizlar ularni ozdirib ketinglar. Bu mudofaa taktikasi. To'g'ri. Jonni qutqizishning amalini qilmoqchiman. Faqat harbiy taktika mutaxassislari shunday usulni qo'llanishi mumkin. Sizmi shu? Onun kimligini keyin deyishinglar. Chunki mening o'ligim yo'q. Loisning loyihasi bo'yicha bo'lsin. Karamet bol. Kichik do'stimga salom deng. Sen bununla mı yetmeydi ekansan? Siz zodi Janubiy Amerikalikmi yoki Amerikalikmi? Hey! Voy ey! Yaxshi top. Voy jamöram. Ben kuchab ketgan o'xshayman. Bo'ldi. Qaltak top ham xiyol lageriga bormisizmi bo'g'dik? Bilamsiz, hiliqi mudofaa taktikangizdan keyin nega bilan Dashaning sizga bo'lgan qarshi o'zgardi? Bir savdogar uchun aytganda bu o'ng'ay ish emas-ku. Sen haqiqiy do'stim Kovik. Agar o'ltimga berib meni izlasang, seni haqiqiy qahramon sifatida kutib olaman, Kovik. Siz qaysi davlatda? Ha, xo'sh Kovik. Yaxshi. Ras. Qarag'anda Lois obdan o'gitibdi. Kafilo. Kim bo'lsa bo'lmamdi. O'zi yaxshi bo'lsa, ismlarim Qaraq ichaylik. Menimcha faqat kafirolar shunday qo'linish taktikasini ishlatalaydi. Bu odamning kallasi pek ishlaydi ekan. Uning bizning kuchimiz qo'shilib, uni Amerikadan chiqarib yuboradi. Uni seg'inib qoldi. Birisi Kovik Williamga xalta avatibdi. Lois.
Janubiy Amerikaning mili. Yalğız ola emas. Özünün xas markalıq məhsulatı ki. Hozir faqat bir usul bor. Sırtqa chiqib ketish. Xo'sh, Hamza. Oynaylik.